Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Avtovokzal metro kotelnigidan gapiryapmiz aka-ukalar. Xudo xolasa bugun Moskvadan Toshkentga, Moskvadan Samarqandga, Navoiy, Qashqadaryo, Buxoro, Xorazm, Qoraqalpog'iston yo'nalishlari bo'yicha komfortabil avtobusimiz jo'nab ketyapti. Ekranda ishonch raqamlar bo'ladi. Abrashasa qilaverasizlar. Realni videolarni olib boramiz. Mana bu chetdagi avtobusimiz Toshkentga, o'rtadagisi Xorazmga, mana bunisi Qashqadaryoga, mana bunisi Buxoro, Toshkent yo'nalishlari bo'yicha jo'naydigan avtobusimiz. Abrashasa qilaverasizlar aka-ukalar. Avtobusning ichki holatlarini bir qator olib o'tamiz. Bemalol tomosha qilishlaringiz mumkin. Avtobusning ichki holatlarini bir qator olib o'tamiz aka-ukalar. Bemalol tomosha qilishlaringiz mumkin. Xudo xolasa bugun jo'nab ketadigan avtobusimiz mana. Abrashasa qilaverasizlar. Realni videolarni, zaryadchik ustroyistvolarimiz, konditsionerlarimiz hamma yo'q mavjud. Ekranda ishonch raqamlar bo'ladi. Abrashasa qilaverasizlar. Har kuni reyslarimiz avtovokzal metro kotelnigidan amalga oshiriladi. To'g'rimi Kamol aka? Mana Kamol akamiz spiskani tuzyapti sekin-asta, xudo xolasa. Ekranda ishonch raqamlar bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bitta like ni gumlatamiz.